Assalomu alaykum hammaga. Men 54 yoshdaman. Azizlar, agar siz Rossiya Federatsiyasida bo'lsangiz, Play Market yoki App Store'dan Tezpay ilovamizni yuklab olib, yaqinlaringizni uz kartiga, Humo kartasiga, gaz suv svetlariga, telefonlariga, internet provayderlarga eng zo'r kursda pul yuborishingiz mumkin. Play Market yoki App Store'ga kirib yuklab oling va yaqinlaringizni Tezpay bilan birgalikda quvontiring. Do'stlar, assalomu alaykum hammaga. Hammalaringiz sog' salomatmisizlar? Azizlar, mana meni yonimda turgan nogironlik aravachasi, mana 2 xalta un, 10 litr yo'q, hamda 3 flakada tuxum. Mana bu yerda ko'rpachalar olib keldim, do'stlar. Bilasizlar, Ramazon oyida kimdir o'zini hadiyasini yo zakotini yoki ihsonni beradi. Xullas, bu opamiz 54 yoshdalar. Bu kishini birinchi guruh nogiron farzandlari bor mana. Oldilarida nechiga kirdi farzandingiz? 34 yoshga kirdi. 34 ga kirdingiz. Ertaga tug'ilgan kunim shanba kuni. 34 ga kirdingiz. 37 yosh. 37 yoshga kirdingiz, ha? Ertaga kiraman, ertaga. Kuni ertaga. Xullas, oldindan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Ko'p yoshga kiring. Uylanganmisiz, uylanmaganmisiz? Yo'q, hali bo'ydoq. Bo'ydoqmisiz? Bizga nasib qilsin, bobojon o'z kanalida ko'p imkoniyat cheklangan insonlarni uylantirishga harakat qilganmiz. Akalarim, opalarim, qanday tushunsalaringiz ham bu inson yura olmaydi. Bitta oyog'ingizni qimirlatib ko'rsating-da, pastga tushiring, qanday tushirasiz? Ikki oyoq ishlamaydi, tizzasi qotib qolgan. Endi shu temir kolyaska aylansin bu kishidan. Kolyaskani sindirish bo'yicha chempion. Biz olib berishda davom etaveramiz. Mana yondagi aravachalar o'sha ishga yaroqsiz bo'lib qolgan. Mana biz nogironlik aravachasini olib keldik. Bu sinsa yana olib kelamiz. Endi hozir bir akamiz bor edilar, hozir ismini bilmayman. Shu insonga meni yordamim bor deganlariga mana keldik. Akamiz agar ko'rsalar, 2 dunyo savobini olsinlar. Bunday mana muhtoj bo'lgan insonlar endi 50 dan oshiq, men uni sanolmayman. Turmush o'rtog'i o'lgan, bolalari bilan qiynalib qolgan yoki turmush o'rtog'idan ajrashib qiynalib qolgan oilalar ko'p. Bizdan rosa ko'p yordam so'ragan. Endi biz bitta asta-asta qo'limizdan kelguncha navbat bilan yordamga berib boraveramiz. Endi bu insonni har kun bir kosa ovqat olib bersangiz, bu insonga savob bo'ladi. Sababini aytaymi? O'zlaringizning uylaringizmi shu yer? Ijarada turamiz. Nech pulga turasiz? 200 ming 600 ming beramiz. Nech pul nafaqa pensiya olasiz? 1 million 30 ming. 1 million 30 ming nafaqa pensiya oladilar. Yura olmaganligi uchun 600 ming so'mini xullas ijaraga beradi. Bu opamiz o'sha 40 ming 30 mingga pasuda moyka yuvaman deb bu kishi ham ba'zida ishga chiqadi, ba'zida mana shu insonga qaraydi. Agar ehsonni joyida bilsalaringiz, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Shu insonni endi bu bir qanday joyda turadi desam, bir Ovloq joyda turadi, ya'ni yashash joylari. Endi bu insonga qo'shnisimi kimdir kuniga yarimta non yo bir kosa ovqat berish imkoniyati bo'lsa, shu har kun bersa har kun savob. Sabab yura olmaydi, ishlolmaydi, o'zini uyi yo'q, boshida qaraydigan otasi yo'q. Mana shu onasi bilan birga turadi. Qo'limizdan kelguncha shu 3 oyda, 2 oyda, 1 oyda shu insondan xabar olib turamiz. Endi keyingi hayot Allohdan. Biz yashab tursak, shu insonni yakkalab qo'ymaymiz. Endi qolgani shu gap. Endi o'zingiz bitta salomlashib fikringizni ayting. Assalomu alaykum hammaga. Mana bobojon aka har 2-3 oyda xabar olib, ihsonlari bilan xabar olib turadi. Mana o'zi Ramazon oyining oxirida ham xabar olishga kelibdilar, borlariga shukr. Mana shu ihsonga hissa qo'shgan hammalarini. Yo'q, bir akamizni duo qiling, ilohi omin. Ilohi omin. O'sha akamizni ihsonga hissa qo'shgan kishilarning hammasini Allohim o'z ko'p xayr yaxshiliklarni berib, ko'ngillarining orzu, umid, orzu, havaslari bo'lsa, hammasiga Allohim yetkazib, fazl karamidan, g'oyibidan boy badroat qilsin. Nimaligi orzu qilgan bo'lsa, hammasiga Allohim yetkazsin. Allohu akbar. Kunlarni oson qilsin. Akalarim, opalarim, ko'p gapirib o'tirmaymiz. Hammalaringizga kattakon rahmat. Mana bunday qiynalgan oilalar juda ko'p, lekin birdan hammasiga yordam bera olmaymiz. Navbat bilan bitta keyingi oylarda yordam berib boraveramiz. Agar kimnidir ehsoni bo'lsa, zakoti bo'lsa, hadiyasi bo'lsa, fitrozasi bo'lsa,
Marhamat, o'zingiz aytgan insonni tanlasangiz biz qo'limizdan kelguncha yordam beramiz. Endi Bobojon Uz kanalida 5 yildan buyon o'sha faqat nogironlar, qiynalgan oilalar, yolg'iz ayollar, shu insonlar bizga yordam so'rab keladi. Shu kanalimiz shu nogironlarga, qiynalganlarga moslashgan kanal. Xullas qolganini video davomida kuzatib borasiz, yangi bo'lsalaringiz. Agar avvaldan kuzatib kelayotgan bo'lsalaringiz, hammalaringizga rahmat aytib, keyingi efirda ko'rishguncha xayrlashamiz. Salomat bo'lasizlar.